Shomdan yarim tungacha yo'l bosdim. So'ng tong otguncha dam olib, nonushta qilmasdan yana yo'lga tushdim. Bir joyga yetganimda yo'l ikkiga bo'lindi. Atrofida bironta belgi yo'q. Tavakkal, o'ngga burildim. Bilasizmi, oradan 2 soat o'tib, UZSSR Navoiy oblastida degan yozuvga duch keldim. Mashinani to'xtatdim-u, o'zimni tuproqqa otdim. Ovozim boricha baqirib, yig'lab, yurtimning tuprog'ini yuz ko'zimga surtib o'pdim. Shu ahvolda bilmadim qancha yotdim, bir payt "Ho, bola" deb kimdir sof o'zbek tilida chaqirdi. Boshimni ko'tarib qarasam, sal narda soqoli ko'ksiga tushgan chol eshakning ustida menga qarab turibdi. O'rnimdan sakrab turdim-u, "Assalomu alaykum, ota", dedim o'zbekchalab. "Nega bu yerda tuproqqa bulanib yotibsan, bolam?" dedi chol menga hayratlanib qarab. Men uning gapiga javob bermay yoniga bordim-da, qo'lini o'pdim. "Boshingga tashvish tushganmi, bolam?" dedi mening qilig'imdan ajablanib. "Yo'q", dedim men boshimni sermab. 2 yildan beri vatanimni sog'inib ketdim. 2 yil qayerda eding?" so'radi u. Men aytasmi, aytamasmi deya biroz ikkilanib turdim-da, "Armiyadan qaytayapman", dedim. Chol bir menga, bir mashinamga qarab miyig'ida kuldi-da. "Odonmasam, soldotlar poyezdami, samolyotdami qaytishadi. Qo'lida bitta chamadonidan boshqa hech nimasi bo'lmaydi. Bu bolam seni qaytishing sal boshqacharoqmi?" dedi. "Ha, qurilish batalyonida bo'ldim. Ish haqimga shu mashinani sotib oldim. Yetmaganini uydagilar jo'natdi", deb boshimni egib yolg'on gapirdim. Bu gapimdan yuzim lov-lov yonar edi. "Ha, mayli", dedi ota. "Qayerda bo'lsang ham omon-omon qaytibsan. Shuningga shukr. Endi meni eshagimdan tushirishga yordam ber." Men cholni ko'tarib tushirib qo'ymoqchi edim, unamadi. Aytdiki, "Hali baquvvatman. Belimda, oyog'imda quvvatim bor." Men eshagini ushlab turdim, u tushib oldi. Keyin hurjundan kichkina bir dasturxon olib yerga yozdi-da, ustiga yaxna go'sht, non qo'ydi. "Endi shular bilan seni mehmon qilaman. Xafa bo'lmaysan, bolam. Cho'pon-cho'liklarning ovqati shunday bo'ladi", dedi ota menga kulib qarab. Men yugurib bordim-da, mashinadagi yeguliklarning hammasini olib keldim. "Bobo ularni dasturxonga qo'yishimga qo'ymadi. Yo'lda o'zingga kerak bo'lib qoladi", dedi. Shu payt mening ham o'jarligim tutib ketdi. Manzilim yaqin qolganligini aytib, dasturxonga hamma narsani qo'yib, "Ota, ana u narsadan ham bor edi. Olib kelsam..." "Urushmaysiz-ku, jiyan? Biz ozgina-ozginadan", dedim hadiksirab, kulgimga qarab. "Ha", dedi chol nimani aytayotganimni darrov anglab. "Apke, o'zi ichmaganimga ancha bo'lgan. Ichmay qo'ydim. Lekin sen bilan olsam, birov meni urushmas." Mashina yukxonasini ochib, "Aleksandr Petrovich, yo'lda charchagan paytingda asqotadi", deb solib qo'ygan 2 aroqning bittasini oldim. Bir piyoladan ichganimizdan keyin cholning yuzi biroz qizardi. Meni ortiqcha savolga tutmay, o'zi haqida gapira ketdi. Uning ham yolg'iz o'g'li degan ekan. Bundan 4 yil burun Afg'onistonga harbiy xizmatga ketibdi-yu, u yoqdan tobitda qaytibdi. Shu gaplarni aytayotib, otaxon yig'lab yubordi. O'limidan keyin kampirim ham ketdi. Bechora bolasini o'limini ko'tara olmadi. Shundan beri suqqa boshman. Davlatni kuyim bog'aman. Shuning bilan o'zimni ovutaman. Qishloqqa haftada bir marta non-pon olgani boraman. Shunda ham uyimga kirmay qaytaman. Yuragim dov bermaydi. Uyimni oldidan o'tsam, yurak bag'rim ezilib ketadi. Ko'zimga kampirim bilan o'g'lim ko'rinadi. Xuddi ovqatni gayyorlab, meni chaqirganday bo'lavergandek, dedi chol va mening kuyinishimni ham kutib o'tirmay, piyolasiga to'ldirib aroq qo'ydi-da, bir ko'tarishda sipqordi. Keyin, "Men nechiga kirgan deb o'ylaysan?" deb so'radi. Men avval elkamni qisib, cholni xafa bo'lmasin deb, "60larga", dedim. Aslida unga hech ikkilanmay 70 yosh beraversa bo'lardi. Chol gapimdan kuldi-da, "Hali 60 ga kirishimga 4 yil bor. Ana shunday", dedi. Biz 1 soatlardan ko'proq gurunglashib o'tirdik. Chol bezotalanganidan hijolat chekib, gaplardan xavotir olayapti. Shu bois yo'limda ketishim uchun duo qilib berishini so'radim. Navoiy shahriga yetgunimcha cholning o'g'li haqidagi gaplari xayolimdan ketmadi. U yog'iga uyimizgacha oz qoldi, lekin men shoshilmadim. Qorong'i tushganda uyimga kirib borgim kelmadi, chunki u yerda ham menga albatta sovg'a tayyor turganligiga ishonchim komil edi. Tungi yo'llarda o'zimni tutib, o'sgan ko'chaga kirib keldim. Atigi 50 qadamlar naridagi uyda otam, onam, singlim, ukam bor. Ammo ularning yoniga borishga qurbim yetmay qoldi.
Mashinani to'xtatib, uyimiz tomon qaragach, biroz turdim. Ko'zimdan yosh oqar edi. Bu ahvolda uyga kirib borsam, ularning ham yuragini yorishim tayin. Shu bois mashinadan tushib, yukxonadagi aroqdan 2-3 qultum yutdim. Kamlik qildi. Hayajonim titroq bosilmadi. Yana ichdim. Shundan keyingina biroz o'zimga keldim. Uyimiz yoniga bordim-da, mashinadan tushib, darvozani itarsam ochiq ekan. Ayvonning chirog'i o'chiq, lekin otam bilan onam o'tiradigan uy yorug'. Asta deraza yoniga borib, ichkariga qaradim. Ko'k ko'ylak, oppoq ro'mol o'ragan onam ko'zini jimgina devorga suyab o'tiribdi. Men harbiyga ketayotganimda sochida bir tola ham oq yo'q edi. Yuzini ajin bosibdi. Ro'molining chetidan bir tutam oppoq soch chiqib turibdi. Odam ham 2 yilda shunchalik o'zgarib ketadimi, ey Xudo? Lablarim, iyagim titrab ketdi. Balki bu ayol boshqadir, uyimizga kelgan mehmondir degan o'y o'tdi hayolimdan va o'zimni qo'lga oldim. Odam yonboshlab yotardi. Aftidan u ham uyquga ketgan. Eshik yoniga borib sekin yo'taldim. Ichkaridan javob bo'lmadi. Hayajonim battar oshdi. Nima qilishimni bilmay qoldim. Biror 5 daqiqa o'zimni bosib, olish uchun yo'talib oldim. So'ng yana yo'taldim. Bu safar qattiqroq yo'taldim. Hozir degan ovoz keldi ichkaridan. Bu otamning ovozi edi. Otam birov chaqirib kelsa, shunday javob qilardi. Biroq u paytlar hozirgisidan dadilroq, o'ktamroq chiqardi ovozi nazarimda. Eshik qiyo ochildi. Ichkaridagi nur mening yuzimga tushdi. Otam meni ko'rdi-yu, bosagada haykaldek qotdi. 2-3 soniyadan keyin Sobir dedi tovushi titrab. Shu onda otamning orqa tomonidan "Kim? Nima? Sobir?" degan onamning ovozi yangradi. Otam eshikka tirkaldi-yu, bir chetga surildi. Men ham otamning orqasidan uydagi yorug'likka kirib bordim. Onamning ko'zi yumuq, boshi bir tomonga qiyshaygan, yuzida tabassum qotib qolgan edi. Enasi senga nima bo'ldi? Qara, bolamiz qaytib keldi. Enasi, derdi otam nuqul. Men yugurib tashqariga chiqdim-da, chelakdan suv olib keldim. Otam og'ziga suv olib, onamning yuziga pufladi. Onam bir seskanib, ko'zini sekin ochdi. Bolam, dedi onam men tomonga qo'llarini cho'zib. Onamni quchoqladim. Enajon, dedim. Men keldim. Ammo onamdan sado chiqmadi. Uning boshi ko'kragimda sirg'alayotganini sezdim va birdan eshikka boqib qoldim-da, yuziga qaradim. Onamning ko'zi yana yumilib qolibdi. "Ena", dedim hayajondan daq-daq titrab. "Ko'zingizni oching, ena." Lekin onam javob bermadi. "Enasi, senga nima bo'layapti?" dedi otam ham ko'zidan yosh seldayin oqib. Biroq otamning ham savoli javobsiz qoldi. "Ena, jon", deya baqirib yubordim. So'ng boshimni onamning ko'ksiga qo'ydim. Mening Muniskina onam bu paytda men bilan xayrlashishga ulgurmagan ekan. Ta'ziyada unchalik odam yig'ilmadi. Mahalladagilar, qarindosh urug'lar kelishdi. Ularning hammasini tanirdim. Biroq ular orasida ukam ham, singlim ham yo'q edi. Ular qayerda? Nima qilib yuribdi? Nega onamning ta'ziyasiga kelishmadi? Bu savollar tungacha meni qiynadi. Ko'nglim g'ashlangani uchun sezdim. Shu bois singlim bilan ukamni otamdan so'rashga jur'atim yetmadi. Qarindosh urug'lar ham men bilan yig'lab so'rashar, ta'ziya bildirishar. Ularning-da ko'zidagi g'am ko'p shundoqqina bilinib turardi. Ular ham na Saida, na Botirning nomini tilga olishardi. Mening esa tilim bormasdi ular haqida so'rashga. Onamni tobutga solib olib ketishayotganda otam ko'ylagini yirtib bo'zladi. "O'g'limning oldiga buncha shoshilding, enasi." Yuragim muzlab ketdi. Atrofimga alanglab, "Botir, qani u?" deya yonimdagilardan qaltirab so'radim. Hamma yig'lagancha meni quchoqlar, lekin bergan savolimga hech kim javob qaytarmasdi. "Gapiringlar", deya qichqirdim men. "Qani, mening ukam, singlim qani?" Bu gaplarim ham hech kimga ta'sir qilmadi. Shunda yonimdagilarning birma-bir yaqasidan oldim. "Gapir, ayt bo'lmasa o'ldiraman. Qayerda ular?" Kimdir boshimdan bir chelak suv quyib yubordi. Shundagina nima qilayotganimni angladim. Changalimdan chiqolmay ko'karib ketgan qo'shnimizning yoqasini quyib yubordim-da, o'tirib yig'ladim. "Bolam", dedi ko'zi yig'idan qizarib ketgan mahallamiz mullasi yelkamda qo'lini qo'yib. "O'zingni bos.
Hammasini vaqt soati yetganda bilib olasan. Onamning qabri yangi qabr yonida qazilgan ekan. Men taxminan bu qabr kimga tegishli ekanligini angladim. Otam, tinchgina yotibsanmi o'g'lim, deb shu qabrni quchoqlab yig'laganidan keyin esa taxminim to'g'ri ekanligiga amin bo'ldim. Men ham shu qabrni quchoqlab yig'ladim. Dafn marosimidan qaytib kelayotganimizda 3 ta notanish odam meni zimdan kuzatayotganini sezdim. Tishlarim g'ijig'ladi. Ham alamim, ham xo'rligim keldi. O'sha mening umidimda yurgan bu kimsalarni burda qilgim kelardi. Ammo qandaydir kuch elkadan bosdi. O'zimni zo'rga tutib turdim. Ta'ziyaga kelganlar ketgach, uyimizda faqat qarindoshlar bilan qoldik. Taxminan 50 yoshlardagi tepakal rus kishi yonimdagi stolga kelib o'tirdi. Men uning nima maqsadda kelganini sezib, bilib turardim. Faqat ayni lahzada nima qilmoqchiligi qorong'i edi. U biror 5 daqiqa nimadir turdi-da, so'ng "Men voyenkomman", dedi peshonasini kafti bilan silab. "Onangni yo'qotganing senga katta judolik bo'pti. Men seni bezovta qilmoqchi emasdim. Lekin xizmatdagi odamman. O'zing tushunasan." "Tushunmayman", dedim men unga o'kirib qarab. "Agar hozir daf bo'lmasangiz, tilka pora qilib tashlayman." Mayli. Men ko'chada kutib turgan GGBchilarga ertaga o'zi borarkan deb aytib qo'ya qolaman, deya o'rnidan turdi. U tez yurib darvozadan chiqib ketdi. Uning ortidan nafrat bilan qarab qoldim. Kechki payt uyda otam ikkalamiz qoldik. Ikkimiz ham jim edik. Otam boshini egib olgan, istihola qilayotgan edi. Yoki boshqa sababi bormi? Gapirmaydi. Men otamdan o'tib biror narsa demadim. Har zamon otam xursinib qo'yardi. O'sha paytda sen kelmaganingda enang hozir tirik bo'lardi degan ma'no bordek tuyuldi menga. Vijdonim qiynalardi. O'zimni qayerga qo'yishni bilmasdim. Axiri otam o'rnidan turib, to'kchadagi kichkina sandiqchani uzoq kavlashtirdi-da, ichidan bir parcha qog'ozni topib, gap so'zsiz mening qo'limga tutqazdi. Men savol nazari bilan otamga qaradim. "O'gi", dedi otam. Qog'ozga ko'z yugurtirdim. "Ulingiz Palatov Sobir Mingboyevich harbiy xizmatga ketayotganida avtohalokatga uchradi. Ulingizning xotirasi hamisha dilimizda saqlanadi. 1980-yil 17-iyun. Rayon harbiy komissari. Zahirada kapitan M. Baxtiyorov." O'qib titrab ketdim. Qo'limdan qog'oz tushib ketdi. "Ota", dedim yig'i aralash ovozda. "Mana ko'rib turibsiz, men tirikman. Sog'-omon qaytib keldim." O'g'lim, sen qaytib kelding. Lekin enang shu xatni olganimizdan keyin adoyi tamom bo'ldi. Bechora kuni tun yig'ladi. Bir kechada sochi oqardi. O'zini tez oldirib qo'ydi. Men marakangni o'tkazayin desam ko'nmadi. "O'zi sen nomardning bolasi qayerda yurganding? Nima qilib yurganding?" dedi otam ko'zidan oqar yoshni tiya olmay. Men ko'zimni yumib, asablarimni jilovlashga harakat qilib ko'rdim. Biroq uddalay olmadim. "Tavakkal", dedim-mu, boshimdan o'tgan voqealarning hammasini oqizmay-tomizmay otamga so'zlab berdim. Sarguzashtlarimni kiprik qoqmay tinglagan otam necha o'zgarib, necha gezardi. O'zini bosolmay o'rnidan duriblar ketdi va meni birdan quchoqlab oldi. "Bolam", deb ko'zlaridan yosh tirqiradi. "Bu Boshingdan shuncha tashvish kechibdi. Bu yoqda yuraklarimiz adoyi tamom bo'ldi. Ening shurlik bilan o'ylaganlarimiz, ko'rgan tushlarimiz boshing toshdan ekan o'g'lim. Illo bir kun kelib uyga kelishingni, bag'rimga qaytishingni ko'nglim sezardi. Bir oy muqaddam qo'shnimiz Berdiyor aka gap topib kelgandi. Seni voyenkomat surishtiribdi. O'sha gapni eshitdim-u, demak tirik ekansan degan xulosaga keldim. Nega shuni enangga aytmama? Ehtimol aytganimda har qalay diydor ko'rishishga tayyor bo'lardik. Otam alamdan pastki labini qattiq tishladi. Hatto boshiga 1-2 mushladi. So'ng birdan hushyor tortdi. "Menga qara Sobir", dedi xavotirda. "Davlat izingdan tushgan bo'lsa, bu yog'iga nima qilamiz? Axir davlat bilan urushish bo'ladimi?" "Bilmadim", dedim men deraza romiga tikilib. So'ng kechadan beri meni qiynab kelgan savolni otamga berdim. "Ota, Botirga nima bo'ldi? Saida qayerda?" Otam ho'ngrab yubordi. "Bolam, bir oydan beri boshimdan g'am tashvish armay qoldi. Avval ukang futboldan qaytayotib, 1-2 bola bilan urushib qolibdi. Haligi bolalar ukangni qorniga pichoq uribdi. Botir 3 kun o'ziga kelmadi. So'ng xuddi enangday ko'zini bir ochdi. Uni kimlar o'ldirgan topilmadi.
Militsiya ko'p izladi, lekin natijasi bo'lmadi. Keyin oradan 2 hafta ham o'tmay institutdan odam keldi. Saida o'tgan yili pedinstitutga o'qishga kirdi, o'z kuchi bilan. Kelgan odam singling narkoman bo'lib qolganini aytdi. Bolnitsaga o'zlari yatqizishibdi. Borib ko'rdim. Qizim bechora ozib ketibdi. Hech narsa demaydi, nuqul yig'laydi. Xullas o'g'lim, men qurgan oila barbod bo'ldi. Ota, men enam bilan ukamni hayotga qaytara olmayman, lekin singlimni tuzatib qaytarib olib kelaman. Oilamizning boshiga kimlar mana shunday kulfatlarni solgan bo'lsa, javob beradi. O'zining umri yetmasa, urug' aymog'i ham jonini beradi, dedim g'azabim qaynab. Sobir, bu shoshqaloqlikdan qayt. Peshonamizda bor ekan, qochib qayerga ham borardik. Xudo endi seni ham kup ko'rmasin. Meni barbod qilganlar kimligini bilaman. Ularga kuchim yetmasligini ham bilaman. Lekin ota, ukamni kuppa kunduzi qayerdagi sayoqlar o'ldirib ketar ekan u, indamay o'tirarkanmanmi? Saida bechorada nima gunoh? Otamning boshi butunlay egilib qoldi. Bir og'iz so'z aytmadi. Nuqul xursindi. Buni ko'rib men o'zimga sig'may ketaman. O'sha kuni hech ham tong otmadi. Men uchun eng uzoq tun bo'ldi. Ko'zimni yumib qancha uxlashga harakat qilmayin, baribir uyqu kelmadi. Onamni, Botirni o'ylayman. Ularning yuz ko'zini tasavvur qilishga urinaman, lekin xotiram pand beraveradi. Nihoyat tong ham otdi. Uyg'onib endi ko'chaga otlanmoqchi bo'lganimda otam to'xtatib, bugun ta'ziyaga odamlar kelishini, shuning uchun hech qayerga chiqmasligimni aytdi. Ota, Saidani ko'raman qaytaman. Bugunga boshqa ishlarimni rejalashtirganim yo'q, dedim. Mayli, unda o'zing bilasan, dedi otam va tashqariga chiqib ketdi. Uyda nima bo'lishidan qat'iy nazar, singlimni ko'rib kelishimga otam qarshilik qilmasligini yaxshi bilaman. Biroq ayni chaqda otam meni uydan boshqa ish bilan chiqib ketayapti deb o'ylayotgan edi. Shu bois uyda o'tirishimni ma'qul ko'rayotgan edi. Ammo uyda meni tashqaridagidan battar xavf kutayotganini otam bilmasdi. Mashinada yo'lga chiqishim bilan uyimizga kelgan voyenkomga duch keldim. U bizning uy tomon kelayotgan edi. Otamni bezovta qilib yurmasin deb uni mindirib oldim. Men singlimni ko'rgani ketayapman. 1-2 kun meni bezovta qilmanglar, dedim unga. O'zimga qolganda-ku sen bilan ishim ham bo'lmasdi, lekin sen harbiyda nima karomat ko'rsatib kelganingdan xabarim yo'q-ku, 1 oydan beri menga tinchlik yo'q, dedi kapitan. Nahotki nima karomat ko'rsatganimni aytishmagan bo'lishsa, dedim miyig'imda qinib. Aytishgan, sen o'ta xavfli jinoyatchi emishsan. G'arbiy Germaniyadagilar bilan til biriktirib, bizga qarshi ish qilgan emishsan. Seni darhol qo'lga olishimiz zarur ekan. Moskvadan shunaqa buyruq kelgan, dedi kapitan bosh kiyimini echib. Men tezlikni oshirdim. Bundan kapitan cho'chib, "Nima qilyapsan?" deb qichqirib yubordi. "Ular xavfli jinoyatchining qo'liga tushib qoldingiz. Hozir sizni gumdon qilaman-da, dala tuzga tashlab ketaman. Ana undan keyin haqiqiy jinoyatchiga aylanaman. Tushundingizmi?" dedim unga o'kirib. "Esingni yeganmisan sen bo'la? Meni boshingga urasanmi? Mening aybim nima?" "Aybing shuki", dedim men unga battar o'kirib. "Uchrab qolding qornim ochganda. Meni o'ldirsang uyingga qaytib bora olmaysan. Qo'rqib ketdingmi? Qo'rqmang. Sizga o'xshagan zaiflarga tegishga mening qo'lim bormaydi. Haqorat qilma. E'tiboring uchun men sendan ancha yosh kattaman." Men unga bir qarab qo'ydim-da, "Kapitan, men bilan shaharga borib kelmaysizmi? Aytadigan gaplarim bor", dedim.